Mani elim, elatim, oyaginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u mani kamida har dam. Salomatligi bor, oqibatda oxiridagi odam xotirjam o'zbegim. Mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarga kezdi bo'lib har yon aqli xarobotlar. Devonai mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajada ulug'lar, balogardonlar. Beradi ko'yinon sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mani elim, o'zbegim millatim, mani g'urur. Zaminim elimgoda yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'ldim gadoy mani, bo'ldim gadoy mani, yana bo'lmay kezdim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Kunduz ota-onamning bergan tarbiyatini haqida ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Badar buzurglarimga ota bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu. Avlodi Timuriy nasl nasab, mana bu man fidokor. Atadim umuman olganda borimni, hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim, o'zbegim, bilaman qadringni. O'zbegim, mani elim, o'zbegim millatim, mani g'urur. Zaminim elimgoda yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon.